Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Ota-onamda va yaqinlarimda iyun va iyul oylarida umra ziyoratiga olib borishda niyat qilganman deganlar uchun hozirgi kunda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi Centrum Holdesda rasmiy litsenziyaga ega ofisi. Nizomli hoji akamiz yo'llariga yetib kelganmiz. Bitta like bosib tursalaring, xudo xolasa hoji akam iyun oyida chiroyli qilib obunachilaringizga chegirma narxlarda qilib qo'ydim deyapti. Undan tashqari ma'lumotini, misol uchun mehmona masofalari qanday bo'lyapti, video davomida batafsil ma'lumot olishlari mumkin. Mana shu videomizga bitta like bosib, ota-onani va yaqinlarini umra ziyoratiga borishda niyat qilganlar, niyat qildim deb yozib ketinglar. Hammamizni ota-onalarimiz bilan, yaqinlarimiz bilan borish nasib qilsin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat, keldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Xo'sh, hoji aka, bo'lmasa obunachilarimizga chiroyli qilib bir boshdan ma'lumotni berib o'tamiz. Iyun oyiga chegirmalarni qilib qo'ydik. Albatta. Bundan tashqari bonuslar ham bor, to'g'rimi? Bonuslar ham bor albatta, xudo xolasa. Bo'ldi, chiroyli qilib ma'lumotni berib o'tiramiz. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Mustaqillik ko'chasida rasmiy litsenziyaga ega ofisda o'tiribmiz, xudo xolasa. Xo'p, iyun oyiga qabullarimiz davom etyapti va iyun oyini oxirini xudo xolasa kuzatyapmiz. 23-iyundan boshlab, ertagali 23-iyundan boshlab 30-iyunga qadar Farg'ona Jidda hamda Toshkent Jidda reyslarimizni aksiyaga qo'ydik. Ya'ni chegirmaga qo'ydik. Qachon arzonroq bo'lsa, sifatli bo'lsa, hamyonbop bo'lsa degan obunachilarimizga hech qanday ichidan qanaqadir bir ziyoratlarni olib tashamagan holatlarda yoki ozuqatlarga ta'sir qilmagan holatlarda xudo xolasa o'sha bir marta to'lovni ichida ziyorati ham, ibodati ham, tavoflarni ham xudo xolasa arzonroq qilib qo'ydik. Mana shu videolarni oxirigacha ko'rsalang, sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Zo'r. Hoji aka, hozir misol uchun ertadan boshlab har kuni kunda-kunora reyslarimiz bor. Albatta, Vodiydan har seshanba, chorshanbaga reyslarimiz bor. Toshkentdan kunda-kunora har kuni reyslarimiz bor. Bemalol telefon qilsa. Premium reyslar bo'ladi. Premium reyslar. Viloyatdan kuzatayotgan, qo'shni davlatlardan yoki musofirdan kuzatayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa ham, bemalol Telegram, WhatsApp, imo orqali bizga aloqaga chiqsa, quyidagi raqamlardan 24 soatga 7 javob beramiz. Xudo xolasa, albatta bizdan xursand bo'lishadi. Zo'r. Mehmona masofalari Makka va Madinada, undan tashqari oziq-ovqatlari qanday bo'lyapti, hoji aka? Xo'p, to'g'ri savol berdingiz. Hammaga qiziq bo'lgan savol. Hozirgi issiq kunlarda, xo'p, mehmonxona masofalari Madina Munavvarada 150-200 metrda markaziyada joylashgan. Makka Mukarramada esa 1,5 kilometr oralda joylashgan. Xo'p, 24 ga 7 avtobus xizmati bor. Makkada bemalol haramga borib kelish imkoniyati bo'ladi. Xudo xolasa, agar hojidada hojonalarimiz yoshlari yoki kuch-quvvatli bolalar bu yoshlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol piyoda ham borish imkoniyati bor xohlovchilar uchun. Bo'lmasam, mana shu bir marta to'lovni ichida shifokor xizmati ayollarga ayollar, erkaklarga erkak shifokor xizmatlari bor. Albatta, yosh katta hojidada hojonalarimiz o'zlari doimiy ichib yurgan, iste'mol qilib turgan dori-darmonlar bo'lsa, olsa, yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Yoki aravacha xizmatlari ham bor. Kimda kim ko'proq kommentariyaga yozishyapti, aravacha xizmati ham bor. Madinada ham, Makkada ham bor. Agar o'zlarida bo'lmasa, bemalol o'sha bepul, ko'pchilik pulli deb o'ylayapti, bu bepul. O'sha bir marta to'lovni ichida 14 kun o'sha aravacha xizmatidan foydalanib, yana tashab kelsalar ham bo'laveradi agar singsalarga. Oziq-ovqatlari ham o'zbek milliy taomlari. Albatta, Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal, 11 kun o'zbek milliy taomlari. O'zimizni o'zbek povurlarimiz tomonidan ibodatga quvvat bo'ladigan, xudo xolasa, shirinnash, shakar, chiroyli milliy taomlarimiz bor, xudo xolasa. Xo'sh, ziyoratimiz 14 kunlik bo'ladi, to'g'rimi? 14 kunlik bo'ladi. 14 kunlik bo'ladi. Ziyoratdan tashqari, misol uchun ibodatlarga, sayohatlarga chiqiladi. Ibodatdan tashqari ziyoratlarga chiqiladi, to'g'rimi? Albatta, ziyoratlarga chiqiladi. Madinada ham xudo xolasa Qur'on bosmaxonalari, xurmo bog'lariga kechki sayohatlarimiz bor, kechki ujum pikniklarimiz bor, xudo xolasa. Xo'p, Qiblatanga boriladi, Uhud tog'lariga boriladi. Payg'ambarlarga, ravzalarga ziyoratga kiriladi, xudo xolasa inshaalloh. Xo'p, Makka Mukarramada ham Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzdalifa, albatta Qizil dengiz sayohatiga ham albatta 50 boshchilarimizni birgalikda xudo xolasa sayohatga chiqiladi. 50 boshlar misol uchun aeroportdan mana shu yerdan O'zbekistondan birga borib, birga kelishadi, to'g'rimi? Albatta, to'ppa-to'g'ri. 50 boshlarimiz har bitta 14 kunda bitta malakali, ya'ni 7 yil tajribaga ega, eng kamida. Undan yuqorida 50 boshlarimiz aeroportdan boshlab ketib, xudo xolasa, borib kelgungacha ziyorat tavoflarda billa bo'ladi. Xo'sh, eng asosiysi, to'lovlarni qanday qilishadi? Misol uchun bizni musofirdan kuzatyapti turganlar bor. Ota-onamga, yaqinlarimga sovg'a qilaman deb niyat qilganlar bor-da, albatta. Qanday to'lov qilishadi, hoji aka? Xo'p, to'lovlarni bizga bog'lanishsa, quyidagi raqamlarga Telegram,
WhatsApp, imo orqali aloqaga chiqsa va biz bilan kelishib Zagram pasportlarni taqdim qilishadi. Biz ularga xohlasa Centrum Holidays bank shot raqamlarini beramiz. Xohlasa shotga, xohlagan to'lov usullarida bizga amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Masofadan turib, qo'shni davlatda yoki viloyatlarga ham xuddi shu gap. Bemalol 12 ta viloyatga ham bemalol telefon qilib bron qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Xohlagan sanalariga, xohlasa Toshkentdan, xohlasa Farg'onadan qilib beramiz. Undan tashqari eng qiziq joyi narxlarni necha puldan qilib beryapmiz endi chegirma narxlarda. Siz obunachilaringizga oxirgi narxi $1050 qilib beramiz. $1050. Farg'onadan ham, Toshkentdan ham iyun oyining oxirigacha. Bir xil narx. Albatta, bir xil narxda qilib beraman. Ertaga 23-dan boshlab 30-iyunga qadar $1050 dan kimda-kim bron qilib qo'ysa, xudo xolasa $1050 dan oyda oxirida qo'shilib qoldi, $20 yana qo'shib bering degan gap so'z bo'lmaydi. Ayrim firmalarga o'xshab. Bizda bitta gap bo'ladi, $1050 dan bron qilinadi, bo'ldi, xudo xolasa. 30-gacha ketdi. Ketdi, xudo xolasa. Undan tashqari, misol uchun oilaviy, do'stlar bilan, yaqin qadrdonlar bilan boradiganlar bo'ladi. Albatta, 5 kishi, 6 kishi, 10 kishi chegirmalar qilib beriladi, to'g'rimi? Ularga nafaqat chegirma qilib beramiz. Erkaklari bo'lsa, erkaklarga ehromini ham beramiz. Bonus tariqasida. Bonus tariqasida. Bir marta to'lovlarning ichida. Yaxshisidan beramiz. Yaxshisidan beramiz, tozasidan, o'sha yaxshisi o'zlari bilishadi, qimmatidan, zo'ridan beramiz. Xudo xohlasa bizdan esdalik bo'lib qoladi firmamizdan. Bemalol telefon qilishaversin. Xo'sh, akalar, opalar, adashmasak qo'limizdan kelgancha ma'lumotini berib o'tdik. Kimda ota-onasini, yaqinlarini umra ziyoratiga olib borishni niyat qilganlar bo'lsa, albatta Hoji akamiz telefon raqamlarini ekran pastiga yozib qo'yamiz. O'zlaringni qiziqtirgan savollaringga bemalol aloqaga chiqib ma'lumot olishlari mumkin. Undan tashqari, mana shu videoni kommentariyasiga yozib qo'ysalaring ham keyingi videolarda to'ldirishga harakat qilamiz. Hoji aka, sizga ma'lumotlar uchun rahmat, charchamang. Sog' bo'linglar. Akalar, opalar, mana shu videoga bittadan like bosib, yaxshi niyatda, qalbdan niyat qildim. Ota-onamni olib boraman, xudo xolasa yaqinlarim bilan boraman deb niyat qildim deb yozib ketinglar. Ota-onalarimiz bilan, yaqinlarimiz bilan borish hammamizga nasib qilsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar. Salomat bo'linglar.